Ko'chada zombilar azob yuribdi. Xo'sh, hammaga assalom. Sizlar bilan men Blackman va Zombie Apocalypse ikkinchi qismga xush kelibsizlar. Xo'sh, ko'chani yangi xil virusli zombilar tarqalib ketgan judayam. Boshqacha zombilar ko'zlari oq yonib turibdi. Derazadan bittasini ko'rib qoldim. Roza chiqib, bularni yo'q qilmasam bo'lmaydi. Chunki ko'chada qiladigan ishlarim bor. Uylarni ko'zdan kechirib, odamlar qolganmi yoki oziq-ovqat bormi ko'rib chiqishim kerak. Chunki oziq-ovqat tobora boryapti. Hozir tepaga chiqib yaqin atrofdagi zombilarni bitta-bitta o'ldiraman. Va yaqin atrofdagi fermalardagi ekinlarni pishgan bo'lsa yig'ib olishga harakat qilaman. Xo'sh, minus. Yo'q, bitta urmadi. Oppa, demak bular kuchayib ketibdi. Xo'sh, traboyikda bitta ularmikan? Yo'q, minus. Ha, mayli. O'tgan safar bitta o'qda o'lishayotgan. Bu safar endi mana buni qaranglar. Xo'sh, mayli, uncha uzoqdagiga tegmay turaman. Tegdi. Shu yaqin atrofdagilarni o'ldirishim kerak. Lekin bularning narsalari ham bor ekan. Yaxshi. Hop. Mayli, unga tegmaymiz. Yaqin atrofdagilarni. Salom bolakay. Ustidan o'tsam o'lmayapti. Qo'y lekin. Hop. O'qim tugab qolibdi. Uxlab olib davom etamiz. Hali ko'p ishlar qilishimiz kerak. Bu qishloqda tirik qolish juda ham qiyin, chunki tobora yashash qiyinlashib boryapti. Ovqatlar tugayapti. Faqat meni burilman. Mashinamni yashirib qo'ydim hozircha. Zombilar buzib tashlamasligi uchun. Xo'sh, lekin buni topib bir shaharga borishga harakat qilaman. Shahardan bironima topib qolar, hatya bironta boshpana, oziq-ovqat. Lekin borganimcha tugab qolmasa bo'ldi. Ha, mayli. Boriga shukur qilamiz. Hozircha shu yerda turib tursam, zombilar ham kelmayapti. Mani payqashmayaptimi, bilmadim. Xo'sh, tegmadi. Yaxshi. Mani ko'rmadi. Oppa. Minus. O'q ovoziga kelisharmikan? Wow, bulardan jeleza ham tushyapti. Voy, yaxshi ko'rmadi ana. Xo'sh. Yaqinlashib o'tamiz. Minus. Uzoqdagilarga tegmaslikka harakat qilaman, chunki ular rozi kerak emas. Ortiqcha o'qishlarni qilaman. Yaxshi, minus. Chunki o'qlar ham kamayib boryapti. Mana ularni yig'ishtirib olish kerak. Bulardan non qilsa bo'ladi. Ya'ni somon, bug'doylar. Xo'sh, bularni yig'ishtirib olamiz. Ajoyib. Bularni ekib qo'yamiz endi. Xo'sh, ekaman. Uylarni tintib chiqishim kerak-da. Biron nima chiqib qolar, lekin oldin mana zombilarni yo'q qilib olishim kerak. Kela qoldicha to'xtab qoldim. Qulashamiz. Voy, mayli. Nimagadir yashlamayaptim, lekin mani o'qlarim ham tugabdi. Yaxshi ham kelmadi, omadim kelib qoldi. Xo'p, bo'ldi. Endi buni o'qlab olamiz. Bemalol chiqaversak bo'ladi keyin. Xo'sh, hozir ma'murlarni qo'yamiz, nonlarni olamiz. Oziq-ovqat ko'p bo'lsa juda ham ajoyib bo'ladi. Bemalol keyin vahima qilmasdan yursak bo'ladi. Ozginasini yarmini sandiqqa solib qo'yamiz, 5 donasini. Albatta teng yarim emas, lekin tengroq. Mayli. Bu sabzini ham solib qo'yamiz. Endi tepadan kuzatamiz. Zombilar ko'paymayaptimi? Yaqinda bo'lsa o'ldiramiz. Xo'sh. Zombilar ko'rinmadi, lekin hozir ko'chaga chiqaman.
va uylarni tekshirib ko'rishim kerak, nimalar bor ekan yoki odamlarmi, kimlar. Menimcha bu qishloqqa zombilardan boshqa voy men buni ko'zi ko'rmas ekan. Bitta ko'zi yonib turibdi, lekin ko'rmayapti ko'zi. Buniyam baxtimga hozircha ko'rmayapti, lekin ko'rishni boshlaganidan keyin judayam yomon bo'ladi. Bular ko'p narsani o'rganadi va yo'q qilib mumkin. Qishloqni buzib balki bo'lishi mumkin. Hop, bo'ldi. Minus endi uylarni tekshirib ko'rishim kerak. Bu zombiga indamaymiz. Ko'zi ko'r bo'lgani yaxshi bo'ldi boyagi zombini. Ikkita qavatda ham divan bor ekan. Xo'sh. Men bu yerga zombilar yo'q ekan. Xo'sh. Mana bu yerdan sakrab ko'ramiz. Qani? Hoppa, yaxshi. Xo'sh, endi mana bu tomga vau, sakrashim qaranglar. Buni qarashini qo'rqib ketdim. Do'stlar. Mayli. Oy, oyog'im. Mayli. Faqat tushmadim. Bu yerda divandan boshqa hech nima yo'q. Alloh mer hamma narsasini olib ketgan. Xo'sh, men bu uyda hech kim turmasdi o'zi. Bu divan tamom. Xo'sh, tomonga bormaymiz. Chunki uni kecha ko'rib chiqqandim. Bularni terib olishim kerak hozir. Xo'sh, hop. Yaxshi. Ekib chiqamiz endi bularni. Chunki keyinchalik yana kerak bo'ladi. Hozircha shu yerda qolaman chunki yashashim uchun kerak bo'ladi. Hozir bu sabzilarni olmayman chunki menga hozircha nonni o'zi yetadi. Uyga kirib endi bemalol o'tirsak bo'ladi. Pechka yonganda bildim. Yo'q, nima ekan? Hamma narsani sandiqqa qo'yamiz bemalol uxlashim uchun. Bitta narsa tursa bo'ldi, buni uxlab olamiz va qo'limda shu tursa bo'ldi. Bo'ldi, qolganlarini sandiqqa solib qo'yamiz. Olib, buni ham solib qo'yamiz. Bular umuman kerak emas. Железо, yangi ketmon, tovuq go'shti. Bularni ham solib qo'yay. Ana endi bo'ldi. Endi bemalol uxlasam ham bo'laveradi. Hammaga xayr. Men esa hozir mazza qilib uxlayman. Buni